Keyingi mahsulotimiz Silver Max. Amerikadan keladi bu mahsulotimiz. Silver Max degan mahsulotimiz. Kumush juda ko'p kumush nimasi bor, ishlab chiqaryapti juda ko'p kompaniyalar. Bizni Silver Max'imizni boshqa kompaniyadagi silverlardan farqi nimada? Bu kolloidni ion holatidagi kumush. Bu kumush distillangan suvga izmelchenli maydalangan o'sha kumush qirindisi qo'shib tayyorlangan narsa. Buni qilgan paytingizda hech qanaqa bizlar juda ko'p holatlarda ukolga ham beraman, venadan, dumbadan. Chunki buni asosiy mexanizm действияsi 650 xil mikrobga ta'sir etish xususiyatiga ega. Buni bergan paytingizda zamburug' viruslar uchun meditsinada alohida zamburug' uchun virus uchun preparat kerak. Bizlarda o'sha zamburug', virus, bakteriya, boshqa xil tur, masalan 372 xil infeksiya bo'ladigan bo'lsa, hali tabiatda aniqlanmagan qancha infeksiyalar bo'ladigan bo'lsa, hammasini dezinfeksiya qilib tanadan tozalab, immunitetni eng yaxshi ko'taradigan produkt. Mana bu Silver Max'da masalan men ana hozir kechagi o'sha kelinchakka bergan paytimda buni ukol qilgan. Masalan 3 kunlik ukoldan keyin H500 suv selinda 2 marta ichishini evaziga qarang, ko'krakdagi shish ketib, shunchalar uxlabman, soat 8 gacha uxlab qolibman opajon. Bolalaringizni rohatini ko'ring deyapti. Men hech narsa qilayotganim yo'q. Men ham sizga o'xshagan oddiy odam. Men bir osmondan ham tushganim yo'q. Men faqat mana shu mahsulotlarni o'zim iste'mol qildim, o'zim rezultat ko'rdim, farzandlarimda, minglab kasallarimda faqat shu narsani sizga yetkazayapman. Siz ham bahramand bo'ling, mazza qiling. Mana qarang, hozir bitta oilani, o'sha oilada tug'ilgan 5 ta farzandni, turmush o'rtog'ini, ota-onalari, qancha oilani a'zolariga qanchalik bizlar baxt ulashyapmiz. Mana shu agar biron bir og'ir kasallik bilan yotib qolganda qanaqa ahvolga tushar edi. Men shuning uchun faxrlanaman Coral klubdaligimda, shunaqa kuchli qo'limda instrument borligidan. Bu Silver Max bilan bruselyoz, tuberkulyoz, nosamdel biz aytamiz, kasalliklarni davolamaymiz. Nosamdeli haqiqatdan davolamaymiz, lekin buni qilgan paytimizda hujayrani atrofini top-toza qilib tozalab, tanaga berayotgan boshqa qurilish materiallarimiz, aminokislotalar, minerallar, ularni tanaga so'rilishi uchun maksimum o'sha boyagi qurilishni chiroyli olib borishimiz uchun albatta mana bunaqa tozalovchi programmalarimiz bor. Bulardan keyin sifatli uychalar 100 milliardlab tanamizda qurilgandan keyin haqiqatdan hamda mana onkologiyani boshlang'ichlarida haqiqatdan rezultat beradi. Lekin biz ularni onkologiyani davolaymiz degan narsani olmaymiz ham. Kerak emas. Chunki o'zi xohlab, haqiqatdan smyslni tushunsa, bizlar quruvchilar, ichkariga sog'lom hujayralarni qurish